Assalomu alaykum hammaga. Biz kunimizni mushu bilan chayka ovqatlantirish bilan boshlab oldik. Lekin chaykamiz qochib ketibdi. Marti nerede Ela? Martı gitti. Nereye gitti? Uçtu, evine gitti. Karnı doydu mu? Evet. Hadi kızım. Bak gözlerini kısarak bakıyorsun değil mi? Gözlerine konuşuyor. Bize nonushtadan keyin sohilga keldik. Bolalar anaqa ozgina parkda o'ynaymiz deyishdi. To'g'rirog'i qizim o'ynagisi keldi. O'g'lim uyga ketgisi kelyapti. Bizda hammasi teskarisiga edik. O'g'lim uyimni sog'indim, qachon uyga boramiz deydigan bolalardan. Qizim esa ha deb uyda o'tiraveramizmi, ko'chaga qachon chiqamiz deydigan qizlardan. Umuman uyda o'tirgisi kelmaydi. Adamıza hattoki ko'chada tug'ilganman, qizim kuladilar har doim. Sizlarga anorli lozimimni ko'rsatay demoqchi edim. Biz uyga keldik. Sohildan keyin bundoq qarasak, basseyn ochilgan ekan. Basseyn ochilishidan xabarimiz yo'q edi. O'zi aslida kech ochiladi basseynda. Bize ochilganini ko'rib, sразу bola tayyorgarlik qilib ketishdi. Sразу tushishdi pastga. Ba'zi bir qo'shnilarim, конечно, gapirishdi. Voy, havo sovuq. Bu havoda kirilmaydi basseynga. Biz ketyapmiz degan qo'shnilarim gapirishdi, конечно. No, bolalarga bu narsani tushuntirib bera olmaysiz. Nurbek ishga ketdilar. Afsuski, Qurbon bayramida ishda bo'ladilar. Bizda hozircha shunaqa gaplar. Voy, basseynni ham sizlarga ko'rsataman. Bir ikkita qo'shnilarim o'zi tushgan ekan. Boya aytayotgan gaplarim ularga tegishli emas edi, конечно. Ularni videoga olmayman. Bolalar cho'milishyapti. Ularni yonida videoga olmaslik uchun bu yerda o'chirishimga to'g'ri keldi. Çekeceğim siz. Ela. Nerelerin yanıyor? Ayağım. Çünkü, Allah. çünkü güneş kalem sürüyor. Allah'ım. Kızım o'zicha krem surib o'tiribdi. Quyoshda yonaman, ozgina zagar olishim kerak. Bir narsalar. Ay, ahvolini qaranglar. Hamma joyiga surib tashladi. Anne buraya döküldü. Dökmüşsün, evet. Ne olacak şimdi? Olamaz. Olamaz. Bir şey olmaz. Nasıl yani bir şey olmaz? Olamaz. Gidelim buraya. Şu basseynga ishonasizlarmi? Bu yerda yashayotganimizga adashmasam 6,5 yil bo'ldi. Balki sal ko'proq, bilmayman. Yo bir marta kirganman, yo 2 marta. Umuman kirgim kelmaydi, umuman. Anne ben... Lekin ana akvaparklarga borganimizda qiziqarli bo'ladi-yu kirish. Bu basseynga nimagadir kirgim kelmaydi, umuman qiziqmayman. Odam o'zini g'alati his qiladi-da, baribir ham qo'shnilariga o'tda o'tirishadi, endi erkak kishilar ham o'tiradi, boshqasi ham o'tiradi. G'alati his qiladi odam bu yerda o'zini. Shuning uchun ham kirgim kelmaydi. Ko'pincha dengizga kirgim keladi. Dengizga kirganimda yuzlarim tiniq, butun o'g'rilarim ketib qoladi. Anaqa badanimning rangi o'zgaradi. Shuning uchun ham rosa yaxshi ko'raman dengizga kirishni. Efe! Buradayım, burada. Efendim? Biz basseyndan chiqqanimizdan keyin tezda targ'ibot sentrga borib keldik. U yerda nimagadir video olgim kelmadi. Bolalar bilan o'zim ovora bo'lganligim uchun Nurbek yo'li endi
videoga olishga ozgina qiynalishim mumkin. Lekin iloji boricha qiyinishni harakat qilaman video olishni. Tashlab qo'yish niyatim yo'q. Bu safar menimcha aktiv bo'laman, yaxshi ketyapti videolarim. O'zimga xuddi har kuni bo'yanadigandek anchadan beri olmayotgan narsamni oldim. Bu Ten surish umuman nima qila olmayman-u. Bilmayman-u, lekin bir paytlar yaxshi ko'rardim surishni. O'g'limning xonasiga kirib olib, yashirinib olib videoga olaman bolalardan. Ayniqsa qizimdan yashirinaman. Ocholmadim, nimagadir anaqa qilinmayapti. Skochlangan ekan hamma tarafi. Hozir qaychi topishga ham vaqtim ketib qolmasin, tez video olay. Xullas, ten oldim. Ikkita anaqa oldim. Ten surish uchun shotka oldim. Har doim ishlatadigan tushim bilan nimani konsiler oldim. Konsiler ko'zlarimni tegi ko'karib ketdi. Tez ko'karib, ko'pincha ko'karib qoladi. O'shaning uchun ham juda ham ko'p ishlataman konsilerni. Ayniqsa YouTube'ga qaytganimdan beri ko'p ishlatadigan bo'lib qoldim. Yuzim tiniq ko'rinishi uchun, yuzimni rangi bilan ko'zimni tegini rangi bir xil bo'lishi uchun ishlataman uni. Onurbek banga nima dedilar bilasizlarmi? Videolaringda nima xunuk ko'rinyapti dedilar. Tovalar qozonlar eskirib qolganligi bilinyapti. Kafeda juda ham ko'p ishlatib yoribsan shekilli, rosa xunuk ko'rinyapti, juda ham eski ko'rinyapti. O'shaning uchun ham sekin-sekin almashtirib olgin, yangilab olgin deb aytdilar-da. Xo'p bo'ladi dedim. Siz aytasiz, men yo'q deymanmi dedimda, sirazi borib o'zimga nonushta uchun tova oldim. Qozonlarni endi sekin-sekin anaqa qilaman, almashtiraman. Hozircha bolalar bilan faqat shularni oldim. Sizlarda ham shunaqami bilmadim-u, lekin targov sentrga borganimizda nima qila olmayman. Bolalarni biron narsa olishga ko'ndira olmayman-da. Har doim yo ovqatlanaylik deb turib olishadi yoki o'yingohga boraylik deb turib olishadi, zerikishadi. Ularni bir o'zini tashlab ketib narsa olgani ham ketib qola olmayman. Shuning uchun ham ular qayerda bo'lsa o'sha yerda o'tirishga majbur bo'lib qolaman. Kunim shunaqa o'tib ketadi tezda. Nima ulgura olsam o'shani olaman. Menimcha boshqa hech narsa olmadim ham, yana olgan bo'lsam bilmadim. Hozir eslolmadim. Aytgancha bugun birinchi marta Elani 5 yoshlar uchun bo'lgan o'yingohga olishdi. Juda ham g'alati tuyuldi menga. Qizim katta bo'layotganini yana bir bor sezdim. Bilmayman, sizlar balkim sizlarda ham shunaqa narsa bormi bilmayman, lekin har bitta narsaga ko'zimga yosh kelaveradi-da. Mana oddiy misol, bugun Elani 5 yosh guruhi uchun mo'ljallangan o'yingohga olishgan edi. O'shanga yana ko'zimga yosh kelib, hayajonlanib, voy meni qizim katta bo'lib qopti, uje kichkinalarni o'yingohiga olishmayapti, kattalarnikiga olishdi, Efe bilan birga o'ynadi deb qarasa hayajonlandim-da. Juda ajoyib narsalarga hayajonlanadigan odatim bor. Boshqa aytadigan gapim bormidi? Qizim keldi, uje video olishga ham imkon bermasa kerak. Istarsan makas getir, keselim, o'lurmi? Shu uchun ham ko'p ham sizlarni vaqtinglarni olmayman. Ko'p video ololmadim o'zi tayinli. Chunki boya aytganimdek Onurbek yo'qlar, bolalar bilan ovora bo'lib qoldim. Sal bu rejimga o'rganib olganimdan keyin yana aktivroq bo'laman. Jonli efir ham imkonim bo'lsa qilish niyatim bor. O'sha kuni jonli efir qilganim yarim bo'lib qoldi. Efe'ye sorabilirsin. Efe'nin çantasında. Nerede? Salonda. Senin odana. Yok. Televizyon odasında. Sonuna kaçırma. Tamam. Tamam bitiyor. Kapatıyorum. Hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.